Ramazonda saharlikka uxlab qolgan kishi qanday yo'l tutishi kerak? Alhamdulillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi. Azizlar, mana Ramazon arafasida turibmiz. Bu juda muhim savol. Mana hozir so'ragan savol juda ham ahamiyatli savol. Juda ko'p namozxonlarimiz, mo'min musulmonlar mana shu borada demak ularning ilmlari hosil bo'lmaganligidan xato qilishadi. Deylik, saharlikka uxlab qoldi, turadi. Hali qorong'i, lekin tong vaqti kirgan, bomdod vaqti kirgan. Bir piyola suv ichib qo'yish, bir qultum suv ichib qo'yish kerak degan tushuncha bilan odamlar roza tutadi. Bilib qo'yishimiz kerak. Saharlik vaqti o'tgan bo'lsa, hech qanaqa yemoq, ichmoq qilmasdan niyat qilsa, keyin o'sha kungi ro'zasi ro'za bo'ladi. Ammo bir qultum suv ichgan bo'lsa ham, kichkina ushoqchadagi nonni iste'mol qilgan bo'lsa ham, uning ro'zasi